Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan diqqatlar xabarlarimizning asosiy mazmunlarida bo'lsin. Bu sene Snender turning 16 avgustdagi xabarga ko'ra, Amerika amaldorlari O'rta Sharq allarining Xitoydan qurol yarog' sotib olishining Amerika armiyasining bu rayondagi sheriklari bilan birga gavdalish iqtidoriga ziyon yetkazganligini bildirgan. Mutaxassislarning bildirishicha, Xitoy O'rta Sharq allariga bevosita Amerika qurollarining o'rnini olgan qurol yaroqlarni sotmaydi ekan. Ammo Xitoyning qurollariga bo'lgan qiziqishining kuchayishi O'rta Sharq allarining uzundan buyon davomlashib kelgan qurol yaroq sotib olish manbasini ko'p xillashtirish orzusini va ularning Amerikaning bu rayon haqidagi va'dasiga vafo qilmaydiganligi bo'lgan andisini aks ettirgan. O'tgan 10 yilda Xitoyning O'rta Sharq allariga qurol yaroq sotish miqdori 80% oshgan bo'lib, bu Xitoyning mazkur rayon bilan bo'lgan aloqasining kengayganligining hamda Xitoyning Amerikaga qaraganda texnik suratda cheklimidan texnik xoli holda qurol yaroq sotishni xohlaydiganligining mahsuli ekan. Amerika Markaziy qo'mondonlik shtabining boshlig'i general Michael Corella bu vaqtda mundaq degan: Agar bu davlatlarda Xitoyning aslahalari bor bo'lsa, biz bu narsalarni Amerikaning uskunalari bilan birlashtirmaymiz. Xitoyning qurol yaroq sotishining tezilishiga ergishib, biz Xitoy bu rayonga to'liq singib kirishdan burun bu yerdagi sheriklarimiz bilan bir gavdalashib kuchaymiz. Amerikaning sobiq muavin davlat mudofaa ministri Colin Curry yaqinda mundaq degan: Xitoyning harbiy qattiq detallarning keng ko'lamda qo'llanilishi Bayden hukumatining bu rayondagi sheriklari bilan muzokara qilayotgan havo mudofaa sistemasi to'rining barliq kelishiga ta'sir yetkazishi mumkin. Reuters agentligining 18 avgustdagi xabarga ko'ra, Bayden hukumati yadro elektr stansiyasining materiallari va zapchastlarini Xitoyga eksport qilishga bo'lgan kontrolligini kuchaytirgan bo'lib, bu orqali mazkur buyumlarning faqat tinish maqsadida ishlatilishiga, yadro qurollarining taraqqiyoti uchun ishlatilmaslik kafolatli qildiganligini bildirgan. Bu tadbir josuslik jinoyati, kishilik huquq, Xitoyning sanoat siyosati va Amerikaning ilg'or texnik mahsulotlarga qaratilgan eksport cheklamasi qatorliq masalalarda to'qinishayotgan Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylikning eng yangi alomatlaridan biri deb qaralmoqda. Amerika Savdo ministrligining qarmog'idagi sanoat va bexatarlik idorasi hozir eksport qiluvchilardan Xitoyning yadro elektr stansiyalarida ishlatilgan generator, qoplag'ich va yumshoq detallarni eksport qilish uchun alohida ijozatnoma olishni talab qilgan. Amerika hukumatining yadro bexatarligi mas'ul organi bo'lgan Yadro energiyasini boshqarish komitetimi eksport qiluvchilardan muayyan yadro materiallari va xomashyo eksport qilish uchun alohida ijozatnoma olishni talab qilgan. Yadro energiyasini boshqarish komiteti mundaq degan: Bayden hukumati bu tadbirni Amerikaning davlat bexatarlik manfaatini ilgari surish hamda o'rtaq mudofaa va bexatarlikni kuchaytirish uchun zarur deb qaradi. Bir nafar Amerika amaldori 14 avgustdagi o'zgarish Xitoyga qaratilgan umumiy siyosatning mahsulidir degan. Albuki tahlilchilarning bildirishicha, Xitoy hukumati Xitoydagi barliq shirkatlardan o'z egilgan texnika va materiallarni hukumat bilan o'rtaq qilishni talab qila oladigan bo'lg'achqa, Xitoydagi xususiy shirkatlarga texnika va material sotish amaliyotda Xitoy hukumatiga texnika va material sotganlik bo'ldi ekan. Reuters agentligining 20 avgustdagi xabarga ko'ra, Xitoy 19 avgust Tayvanning atrofida Tayvandagi atalmish bo'lgunchi kuchlarga qaratilgan og'ir ogohlantirish sifatida harbiy manevr o'tkazishga boshlagan bo'lib, bu Tayvanning muavin prezidenti Lei Chingdening oldingi hafta Amerika qilgan ziyoratiga qaratilgan ekas ekan. Kelar yili 1-oydagi Tayvan prezidentlik saylovida o'tib chiqishi ehtimolligi eng yuqori deb qaralayotgan Lei Chingde 18 avgust Amerikadan Tayvanga qaytib kelgan edi. Uning Amerika ziyorati Tayvan doiralari tomonidan Paragvayga berib kelish jarayonidagi vaqtli to'xtash deyilgan bo'lsa-mu, ammo u Amerikada turgan jarayonda nutq so'zlagan. Xitoy Xalq ozodlik armiyasining Sharqiy urush rayoni qo'mondonlik shtabi o'zining qisqa bayonotida Tayvanning atrofida dengiz va havo armiyasining birlashma urush tayyorlik charlash manevri olib berayotganligini bildirgan. Tayvan davlat mudofaa ministrligi 19 avgust atganda boshlab Tayvan atrofida manevr qatnashgan 42 Xitoy aeroplani va 8 paraxotni bayqaganligini hamda buningga inkos sifatida paraxot va aeroplanlarni avatganligini bildirgan. Tayvan davlat mudofaa ministrligi o'z bayonotida yana 26 Xitoy aeroplani Tayvan bo'g'ozining 100 kilometr kenglikdagi markaziy liniyasidan yoki liniyaning ikki uchidan olqib ketdi degan bo'lib, necha 10 yildan buyon bu liniya ikki davlatning armiyalari orasida bir rasmiy to'siq bo'lib kelgan edi. Amerika Birleşmiş Agentliklarining 20 avgustdagi xabarga ko'ra, Filippin bexatarlik amaldorining bildirishicha, Xitoy yaqinda Filippinning g'arbidagi Janubiy Xitoy dengizining talash-tartish ostidagi rayoniga tajovuz qilgandan keyin Amerika, Yaponiya va Avstraliya bu hafta mazkur rayonda birlashma dengiz manevri o'tkazish orqali bu yerda xalqaro qonunning hurmatini qo'g'dash irodasini namoyon qilmoqchi bo'lgan. 8-oyning 5-kuni Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazachi paraxotlari talash-tartish ostidagi dengiz rayonida Filippin paraxotlariga suv to'pi ishlatgan bo'lib, bu rayon uzundan buyon Amerika bilan Xitoy orasidagi bo'g'iz to'qinishining portlash nuqtalaridan biri deb qaralib kelmoqda.
Bu manevrga 3 aviamet qatnaştırılgan bulup, manevrning qo'mondonlari dengiz mashqidan keyin Manilada Filippinlik maqomdoshlar bilan ko'rishgan. Planlangan mazkur manevrning tafsilotlarining oshkora munozara qilinishi cheklanganligi uchun Filippinning bu 2 nafar amaldori ismini yushirish sharti bilan so'z qilgan. Reuters agentligining 20 avgustdagi maqolasida ko'rsatilishicha, dunyo miqyosida paxta ta'minot zanjirining majburiy emgak chetishliq yoki emasligi bo'lgan diqqat e'tibor ilgirkidan kuchaygan bo'lsa-mu, ammo bu jihatdagi tirishchiliklar yana yetarsiz ekan. Masalan, dunyodagi paxtaning 20%ni ishlab chiqaradigan Sharq Turkistondan manbalangan mahsulotlarning majburiy emgakdan xoli bo'lishiga kafolatlik qilish uchun 2022-yil 6-oyda Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni yo'l qo'yilgan bo'lsa-mu, ammo aloqador xabar va dokladlar Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning hali ham majburiy emgak silinayotganligini ko'rsatmoqda. Buningdan sirt Turkmanistonda hukumat tarmoqlaridagi ishchilar paxta terishga majburlangan. Hatto xusus tarmoqlarning buning uchun pul yoki odam kuchi yordam berish talab qilingan bo'lib, buningga qarta xalqaro emgak tashkiloti Turkmanistonning majburiy emgakni tugutish majburiyatini qanchalik ado qilganligini tekshirmoqda ekan. Halbuki kiyim-kechak sohasining o'z ta'minot zanjiridagi bu xil jinoyatlarni izqo'qlab tekshirish salmoqi to'liq yetarsiz ekan. Kiyim-kechak inqilobi tashkiloti tomonidan e'lon qilingan 2023-yil kiyim-kechak sohasidagi ochiq yo'riqliq ko'rsatkichida ko'rsatilishicha, G20 ga a'zo davlatlar import qilgan 468 milliard dollarlik kiyim-kechak zamonaviy qulluq xavfiga duch kelgan bo'lib, bu mazkur davlatlarning tovar importining 3dan 1 to'g'ri kelgan. Mazkur tashkilotning tahliliga ko'ra, kiyim-kechak shirkatlarining 23% la ta'minot zanjiridagi zamonaviy qulluqqa munosabatli qonun xiloflik qilish qilmishlarining qanchalik ommalashib ketganligini va xavf omillarini oshkorlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.